Aytsam ishonmaysiz, O'zbekistonda ilk bor rasmiy amaldor davlat gerbini o'zgartirish zarurati haqida gapirdi. Siyosatshunos, O'zbekiston kasaba uyushmalari raisi Qudratulla Rafiqov davlat gerbini kommunistik merosdan tozalash va o'zgartirish masalasini ilgari surdi. Bu haqda u mamlakatning bosh axborot agentligi O'zAda maqola e'lon qilgan. Maqolada O'zbekiston tarixida rasmiy shaxslar tomonidan shu paytgacha ko'tarilmagan masala mustaqil O'zbekiston davlat gerbini o'zgartirish va uning mafkuraviy meroslarini qayta ko'rib chiqish kerakligi aytilgan. O'sha davrda g'alladan xirmon-xirmon hosil olish, qiziqchimiz aytganidek, yerni chuqurroq haydash va hatto mutaxassislar va dehqonlargina tushunishi mumkin bo'lgan terminlarni qalashtirib nutq qilish, maqola yozish narman qabul qilinardi. Chunki daladan boshqa o'ylaydigan, gapiradigan, ko'krak kerib faxrlanadigan hech bir sifatimiz yo'q edi. Sobiq markazdan kelib dalaga qanday qadab ketgan bo'lsa, istiqlolga erishganimizdan keyin ham tafakkuri ongimiz uzoq yil egatlar orasida qoldi. Paxta va g'alla keng ma'noda aytganda, ziroatchilik hayotimizning barcha jabhasida ijtimoiy siyosiy kult sifatidagi tahakkum dominantligini xuddi sovet davrlaridagidek aks ettirib turdi. Chuqurroq o'ylab ko'rilsa, ayni safarbarlik ortida strategik ahamiyatdan bo'lak yana bir muddao, jamiyatni manipulyatsiya qilish istagi ham yashiringandek edi. Uning aytishicha, ozodlikning dastlabki chorak asriga jiddiy qaralganda ham erkinlik nazariy, hurriyat qaysidir ma'noda qaram mustaqillikdek tuyulgan. Ko'cha va xiyobonlarga osiladigan yangi uy qurmay turib eskisini buzma kabi shiorlarda ham eskini buzmay saqlab qolish an'anasi millat va davlat kodi maqomidagi milliy ramzlarda ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Mustaqillikka erishganimizdan keyin ham gerbimizdagi chambarakka alvonla o'ralgan iftixorimiz ramzi bo'lgan paxta va g'alla tasvirlari o'zgarmadi. Nega? Holbuki prezidentimiz ko'p bor aytganlaridek, paxtadan oladigan daromadimiz o'sha yillari 1 milliard dollarga yetib yetmagan. Shu holicha ham ushbu dehqonchilik mahsulotlari bizning ijtimoiy ma'naviy identligimizni belgilashi kerakmidi? Biz o'z asriy orzu-armonlarimiz, ulug' niyatlarimiz va bu jahondagi ruhoniy o'zligimizni shu o'simliklar siymosida ko'rishimiz kerakmi? Albatta, bu mustaqillikdan keyin ham bir oyog'imiz mafkuraviy jihatdan sobiq tizim xarobalari uzra qolib ketganini anglatadi. Qudratulla Rafiqov ittifoq parchalangandan keyin ham erkinlik mas'uliyatidan xavotir hissi, hatto bu siyosiy hokimiyatni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish bo'lganini ham tan olar ekan. Shu sababli ham uzoq yillar boshqaruv hamda jamiyat hayotidagi an'anaviy ruhni saqlab qolishga intilib kelinganini bildirgan. Vaqt shuni ko'rsatdiki, mustaqilligimiz va o'zligimizni ifoda etuvchi simvollarimiz, davlat ramzlarimiz mohiyatida ham o'tgan asrning 90-yillardagi siyosiy xavotir, qo'rquv va ikkilanish tajassum topgan. Ayni mavzudagi so'zimni yakunlab shuni aytishim mumkinki, bu olmon faylasufi Eriks Fromm tasvirlagan ozodlikdan qochish fenomeniga juda yaqin hodisa edi. Deya gerb haqidagi mulohazalarini yakunlagan Qudratulla Rafiqov. Ma'lumot uchun, bungacha Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev davlat ramzlarini, aynan gerbni ham o'zgartirish zarurati haqida fikr bildirgan. Shuningdek, Qirg'izistonda ham davlat gerbini almashtirish masalasi bir necha yillardan beri muhokama qilinib kelinadi. Xo'sh, siz O'zbekistonda davlat gerbining o'zgartirilishiga qanday munosabat bildirasiz? Agar o'zgartirilsa, uning qanday ko'rinishda bo'lishini xohlardingiz? Fikrlaringiz uchun izohlarimiz ochiq. Nigohingizni esa kuzatishda davom eting.